Bo'pti, yaxshi borib keling. O'tirmay ukamga o'zimiz qarab turamiz. Oilada opalaringdan keyin tug'ilgan va uzoq kutilgan bitta o'g'il bo'lganing uchun ham oying uydaligida opalaring seni ko'nglingga qarashga majbur. Lekin yolg'iz qolganingda, Sardor. Sardor. "Hov, Voy, boshqalar gapirganda ishonmagandim, Sardor. Kechdim senaqa do'stdan. hey. Katta opa onangdan keyingi ona. Alam qiladigan joyi esa seni hali ham yosh bolacha deb o'ylashi. Sardor bo'laqa cho'miltirib qo'y, ishlarim bor edi. Yo'qoling, o'zim cho'milaman. Bitta o'g'il bo'lganing uchun ham har doim puling bo'ladi. Tabiiyki, bunga hasad qiluvchilar ham topiladi. Ukam, pullaring g'ijim bo'lib ketibdi, ber taxlab beraman. Keman bitta pulingni ikkita qilib beraman. Men buni bergan. Mana qara, bu qizil pul ikkita. Bunga ko'p narsalar beradi. Ma. Aytdim, yosh bola deb o'ylashadi. Kim yutqizsa, hamma ishlarni o'sha qiladi. Rozimisan? Bo'pti. Sen yutdim deb o'ylaysan, lekin Mayli ukajon, o'zi bu uyda mehmon edim. Yaqinda turmushga chiqaman. Sizlar. ko'nglim bo'shligi yomon-da. Opa, buni menga bering, men o'zim qilaman. Siz buni yeb turing. Qo'yur ukajon, shart emas edi. Rahmat. Opa, velikka deb yiqqan pulim bordi, shuni siz ishlating. Mehmonmanda bo'lmasa olmas edim. Ukajon, opamdan keyin biz ham yerga tegib ketamiz. O'shaning uchun Jonga tegib ketdilaring. Puh, mana. Bu oningni. Sardor yaqiniga keldik. Katta opam bugun uchrashuvga chiqqan, anu yonidagi menga yoqmayapti. Meni olib kelding unda. Mabodo anu bolani ikkalamiz uramiz-da. Uzr kuttirib qo'ymadimmi? Bor yo'q 3-4 soat kuttirdingiz, xijolat bo'lmang. Ertalabdan turib uy ishlari qilib qolib ketdim-da. Voy opammi? Dilnoza Kubayeva bunaqa rol o'ynamasa kerak. Qo'yli. Opa turing, opa ishlarni qilish kerak. Turing, obed bo'lib ketdi. Boyadan beri o'zim gapiryapman. Siz ham biror nima deng. Meni o'zim shunaqa kam gapmanda. Professionalga chiqib. Gapiraverib chakagim orib qoldi. Tushunayapsanmi o'zi? Tezroq yeng, erib ketadi hozir. Yo, rahmat. Ishtaham yo'q, shirinlikni ham yoqtirmayman. Bu dunyoda haqiqat yo'q deyishgani rost ekan. Voy, ovqat zo'r chiqibdi-da. Uka ovqating yemaysanmi? Opa, ko'p qizlar seminib ketyapman, diyeta qilishim kerak deydi. Nima degani shu? Boshimni qotirmay yo'qolay. Anaqa Telegram, Instagramlaringiz bormi? Nima u? Unaqa narsalarni tushunmayman. Ne Instagramga yangi rasm qo'yganim, like bosmading. Qaysi? Mamunga. Yo, zo'r san'at asari-yu. To'g'risi menga xarakteringiz juda ham yoqdi. Menga turmushga chiqing. Voy, uyaltirmang. Vijdonim qiynalib ketyapti. Opamni qanaqaligini aytmasam bo'lmaydi. To'xtang aka. Voy, sen betda nima qilyapsan? Ha? Basharang bozorsan sen, chumoni. Hal ketimni kuzatib yuribsanmi sen? Ko'ziga qo'lim tiqib olaman. Shoshmay o'tir. Roziman.